Bugun juda muhim savolni ochiq va tushunarli qilib ko'rib chiqaman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hamma narsa avtomatik bo'lib ketganmi? Bu savol faqat pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlarga emas. Balki ishlayotgan har bir fuqaro, ota-onasi pensiyaga chiqayotgan farzandlar, nogironlik nafaqasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ish staji bo'yicha savoli bor odamlarning barchasiga tegishli. Chunki bitta e'tiborsizlik, bitta hujjatdagi xato yoki elektron bazadagi bo'shliqi keyinchalik pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Qachon pensiya jamg'armasiga borish shart, qachon borish shart emas, kim oldindan tekshirishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi va amalda nima qilish kerak. Avvalgi yillarda pensiyaga chiqish jarayoni ko'proq qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Inson pensiya yoshiga yaqinlashsa, mehnat daftarchasini, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini, oylik ish haqi to'g'risidagi spravkalarni, harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Ya'ni odamning o'zi harakat qilmasa, ko'p hollarda pensiya tayinlash jarayoni boshlanmasdi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Ish beruvchi soliq organlariga hisobot topshiradi. Ijtimoiy soliq to'lovlari ko'rinadi. Ish staji, daromad, bandlik holati bo'yicha ma'lumotlar turli davlat tizimlarida aks etadi. Ayrim hollarda pensiya tayinlash ham soddalashgan. Ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Shu sababli ko'pchilikda shunday fikr paydo bo'lgan. Demak, endi pensiya jamg'armasiga borishning keragi yo'q, hammasi o'zi hisoblanadi. Mana shu yerda eng katta xato boshlanadi. Tizim ancha raqamlashdi. Ko'p ma'lumotlar elektron shaklda bor, lekin bu degani har bir odamning butun mehnat faoliyati, barcha ish joylari, eski davrdagi oyliklari, arxivdagi yozuvlari, familiya o'zgargan holatlari, norasmiy ishlagan davrlari, chet eldagi mehnat faoliyati yoki xususiy korxonalardagi eski ma'lumotlari to'liq va xatosiz elektron bazada bor degani emas. Amalda eng ko'p muammo aynan shu joyda chiqadi. Masalan, odam 1994 yildan 2002 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. O'sha korxona keyinchalik yopilgan, nomi o'zgargan yoki arxivga topshirilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin elektron bazada bu davr ko'rinmasligi mumkin. Yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot topilmaydi. Natijada pensiya hisoblanayotganda bu davr to'liq inobatga olinmasa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Shuning uchun savolga javob bitta: hamma bir xil holatda emas. Kimdir uchun murojaat qilish shart emas deb tuyuladi. Kimdir uchun esa oldindan murojaat qilish juda zarur. Asosiy qism 1: nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya miqdori ish staji, rasmiy daromad, to'langan ijtimoiy to'lovlar, hujjatlarning to'g'riligi va qonunchilikdagi talablar asosida shakllanadi. Ya'ni men 15 yil ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Muhimi, o'sha 15 yil tizim tan oladimi? Tasdiqlovchi ma'lumot bormi? Oyliklar to'g'ri aks etganmi? Ish joylari rasman yuritilganmi? Kimlar albatta oldindan qiziqish kerak? Birinchi guruh: pensiya yoshiga 3 yil qolgan odamlar. Men bunday odamlarga kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Chunki pensiya tayinlash vaqti kelganda hujjat yetishmasa, arxivga so'rov berish kerak bo'lsa, eski korxonani izlash kerak bo'lsa, bu vaqt oladi. Ba'zan bir oy emas, bir necha oy cho'zilishi mumkin. Agar siz buni oldindan tekshirsangiz, pensiyaga chiqish davrida sarson bo'lmaysiz. Ikkinchi guruh: Sovet davrida yoki 1990 yillar boshida ishlaganlar. Chunki o'sha davr ma'lumotlari har doim ham elektron bazada mukammal bo'lmaydi. Masalan, opa-singillarimizdan biri 1988 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Pensiya hujjatlari tayyorlanayotganda ma'lum bo'ldiki, ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumoti kerak. Agar bu ayol pensiya yoshiga yetgan kuni murojaat qilganida bir necha oy kutishga to'g'ri kelardi. Oldindan tekshirsa arxivdan ma'lumotni vaqt olib qo'yadi va pensiya tayinlash osonlashadi. Uchinchi guruh: ko'p ish joyini almashtirganlar. Masalan, bir odam 5 yil maktabda, 3 yil xususiy firmada, 2 yil fermer xo'jaligida, 4 yil savdo tashkilotida, keyin yana boshqa joyda ishlagan bo'lishi mumkin. Har bir ish joyi bo'yicha ma'lumot bir xil tartibda aks etmagan bo'lishi ehtimoli bor. Ayniqsa xususiy korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan
yoki hisobotlarni noto'g'ri topshirgan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiya hisobiga ta'sir qiladi. 4-guruh mehnat daftarchasida xato bo'lganlar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Familiya bir joyda boshqacha yozilgan, ismda bitta harf xato, buyruq raqami yo'q, ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Muhr o'qilmaydi, korxona nomi to'liq yozilmagan. Bular kichik ko'ringani bilan pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Men ko'p hollarda odamlar bu axir oddiy xato-ku deb o'ylashini ko'raman. Lekin davlat organi uchun hujjat aniq bo'lishi kerak. Agar hujjatda shubha bo'lsa, uni tasdiqlash talab qilinadi. 5-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi davrlari bo'lganlar. Bola tug'ilgan, dekret ta'tili bo'lgan, keyin ishga qaytgan, ayrim davrda uyda bolaga qaragan bo'lishi mumkin. Bu davrlarning qaysi biri stajga kiradi, qaysi biri qanday hisoblanadi? Hujjat kerakmi? Buni aniqlashtirib olish foydali. Chunki ko'pincha ayollar men ishlamaganman, demak bu davr umuman hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda esa qonunchilikda alohida tartiblar bo'ladi va buni bilmaslik odamning o'ziga zarar. 6-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasi bor oilalar. Bu holatlarda murojaat qilishni kechiktirmaslik kerak. Chunki tibbiy xulosa vafot etgan shaxsning ish staji, oila a'zolari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjatlari, o'qish holati kabi ko'plab ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchi vafot etgan oilada voyaga yetmagan farzandlar bor. Oila keyin boramiz deb o'tkut oy kutsa, moddiy yordamga muhtoj davrda o'z huquqidan vaqtida foydalana olmay qoladi. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar siz oxirgi 15 yil davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz soliqlarni to'lab kelgan bo'lsa, elektron mehnat tizimidan ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, yashash ish joyingiz, oyliklaringiz bazalarda to'g'ri aks etsa, katta ehtimol bilan jarayon ancha silliq o'tadi. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Kamida bir marta o'z ish stajingiz va rasmiy ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish oqilona ish. Keling, oddiy raqamni misol qilamiz. Tasavvur qiling, bir fuqaro 30 yil ishlagan. Shundan 20 yili elektron bazada aniq ko'rinadi. 10 yili eski korxonaga to'g'ri keladi. Agar o'sha 10 yil tasdiqlanmasa yoki kech tasdiqlansa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Yoki boshqa misol, fuqaro 25 yil rasmiy yuqori oylik olgan. Lekin ayrim yillarda ish beruvchi uni minimal ish haqi bilan rasmiylashtirgan, qolganini konvertda bergan. Odam o'sha paytda ko'proq pul olgandek tuyulgan. Lekin kelajakda pensiya hisobida faqat rasmiy ko'rsatilgan daromad hisobga olinadi. Natijada pensiya kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Yana bir hayotiy holat, aka 12 yil qurilishda ishlagan, lekin faqat 5 yil rasmiy. Qolgan paytda usta bo'lib og'zaki kelishuv bilan ishlagan. Pensiyaga yaqinlashganda men axir 12 yil ishladim deydi. Ha, amalda ishlagan. Lekin hujjat bo'lmasa rasmiy staj sifatida tan olinishi qiyin. Shuning uchun yoshroq odamlar ham bugundan o'ylashi kerak. Rasmiy ishlayapmanmi? Menga ijtimoiy soliq to'lanayaptimi? Mehnat shartnomam bormi? Ish beruvchi meni bazaga kiritganmi? Pensiya masalasida eng xavfli xato bu qo'shnim shunday qilgan, demak menda ham shunday bo'ladi deb o'ylash. Har bir odamning mehnat tarixi alohida. Bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi turlicha bo'lishi mumkin. Chunki biri ko'proq rasmiy ishlagan, boshqasida stajda uzilishlar bor. Birida oylik yuqori ko'rsatilgan, boshqasida past, birida hujjatlar toza, boshqasida arxiv muammosi bor. Birinchi nozik jihat. Pensiya yoshiga yetishning o'zi yetarli emas. Zarur staj va shartlar ham tekshiriladi. Odam yoshim yetdi, ertadan pensiya olaman deb o'ylashi mumkin. Lekin pensiya tayinlash uchun qonunda belgilangan talablar bor. Agar staj yetarli bo'lmasa yoki ayrim davrlar tasdiqlanmasa, pensiya turi, miqdori yoki tayinlash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli yoshga yaqinlashgan odam avvaldan o'z stajini aniqlashi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi hamma narsani avtomatik hal qilmaydi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, korxona muhrida nom boshqacha, yozuvda boshqacha bo'lsa, savol tug'iladi. Yoki ishga qabul qilish buyrug'i bor, lekin ishdan bo'shatish yozuvi yo'q. Bu davrni to'liq hisoblashda qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Uchinchi nozik jihat eski ish haqi ma'lumotlari. Ayrim fuqarolarda staj bor, lekin daromad ma'lumotlari topilmaydi. Pensiya miqdoriga daromad ko'rsatkichlari ta'sir qiladigan holatlarda bu juda muhim. Shuning uchun eski korxonalardan yoki arxivlardan oylik ma'lumotlarni olish kerak bo'lishi mumkin.
korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumot olinadi. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Agar mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ba'zan odam bu hujjatni yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Unda FDIO orqali duplikat olishga to'g'ri keladi. Bu ham vaqt talab qiladi. 5-nozik jihat yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, fermer xo'jaligi a'zolari. Bu toifada eng ko'p savol chiqadi. Men ishladim, lekin stajga kiradimi? Bu yerda asosiy masala rasmiy ro'yxatdan o'tish, tegishli to'lovlar, hisobotlar va qonunda belgilangan tartibga amal qilinmaganidadir. Masalan, odam 7 yil bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan va to'lov qilmagan. U amalda mehnat qilgan, lekin pensiya stajiga kiritish uchun rasmiy asos bo'lmasligi mumkin. Aksincha, tadbirkor ro'yxatdan o'tgan, to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, bu davrni hisobga olish imkoniyati bo'ladi. 6-nozik jihat, chet elda ishlaganlar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Chet elda ishlagan yillarim pensiyaga kiradimi degan savolga umumiy javob berish qiyin. Bu davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ishga joylashish, to'lovlar, hujjatlar va tasdiqlovchi ma'lumotlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, buni tasdiqlash murakkab. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli hujjatlarni saqlash juda muhim. 7-nozik jihat, pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish mumkinmi? Ha, ayrim hollarda mumkin. Agar keyinchalik qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu keyin topaman deb beparvo bo'lish kerak degani emas. Chunki qayta hisoblash tartibi, muddati, hujjat kuchi va to'lovning qaysi sanadan o'zgarishi masalalari alohida ko'rib chiqiladi. Eng to'g'ri yo'l pensiya tayinlanishidan oldin hujjatlarni to'liq tayyorlash. 8-nozik jihat, og'zaki maslahatga tayanib qolmaslik. Ba'zan odam pensiya jamg'armasiga boradi, navbatda turgan boshqa odamdan yoki tanishidan maslahat oladi. Senga bu kerak emas, menga shunday degan, falon uchasiz ham bo'laveradi degan gaplarga ishonib qoladi. Men doim aytaman. Pensiya masalasida rasmiy tushuntirish, yozma javob yoki kamida mutaxassisning aniq ko'rsatmasi muhim. Chunki javobgarlik oxir-oqibat sizning hujjatingizda bo'ladi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefonda ro'yxat tuzing. Qaysi yildan, qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, tashkilot nomi qanday bo'lgan? Lavozimingiz nima? Rasmiy ishga kirgan va chiqqan sanangiz qachon? Korxona hozir bormi yoki yo'qmi? Shu ma'lumotlarni yozing. Ko'pchilik buni qilmaydi, keyin pensiya jamg'armasida o'tirib eslay olmaydi. Mehnat tarixi aniq bo'lsa, hujjat tekshirish osonlashadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda barcha ish joylari yozilganmi? Sanalar to'g'rimi? Muhrlar bormi? Yozuvlar o'qiladimi? Ismingiz va familiyangiz hujjatlar bilan mosmi? Agar biror joyda xato ko'rsangiz, uni e'tiborsiz qoldirmang. Hozir ishlayotgan korxonangiz bo'lsa, kadrlar bo'limidan yordam so'rang. Eski ish joyi bo'lsa, korxona mavjudligini aniqlang. Korxona yopilgan bo'lsa, arxiv masalasini o'rganing. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Hozir ko'plab davlat xizmatlari elektron ko'rinishda mavjud. Siz myponko.uz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli mobil ilovalar yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi, men bilmayman deb qo'l siltamang. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga oldindan maslahat uchun murojaat qiling. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bu juda to'g'ri qaror. U yerda sizga qaysi hujjatlar yetishmayotgani, qaysi davrlar tekshiruv talab qilishi, arxivdan nimalar olish kerakligi aytiladi. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, vafot etgan boquvchi bo'yicha hujjatlar kabi holatingizga mos hujjatlarni olib boring. 5-qadam, agar hujjat yetishmasa, arxivga murojaat qiling.
arxivga murojaat qilganda aniq yozish kerak. Qaysi tashkilotda ishlagansiz? Qaysi yillar, lavozim, ism, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lgan? Qanday ma'lumot kerak? Masalan, 1995-2001 yillarda falon korxonada ishlaganimni va ish haqi miqdorimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, taxminiy manzilini ham ko'rsating. Qancha aniq ma'lumot bersangiz, javob topilishi shuncha oson bo'ladi. 6-qadam, ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Bu maslahat faqat pensiyaga chiqayotganlarga emas. Hozir ishlayotgan yoshlar va o'rta yoshdagilarga ham tegishli. Ish haqi rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Mehnat shartnomangiz borligiga ishonch hosil qiling. Hozir ko'proq naqd berishadi. Keyin bir gap bo'lar degan yondashuv kelajakda pensiyani kamaytirishi mumkin. Bugungi norasmiy ish ertangi kunda staj bo'lib qaytmasligi mumkin. 7-qadam, murojaatni og'zaki emas, rasmiy tartibda qiling. Agar sizda nizo bo'lsa, masalan, bir davr stajga kiritilmayapti yoki hujjatingiz qabul qilinmayapti, rasmiy ariza yozing. Arizada muammoni aniq bayon qiling. Qaysi davrni stajga kirishni so'rayapsiz? Qanday hujjatlarni ilova qilyapsiz? Qaysi masala bo'yicha tushuntirish kerak? Arizangiz ro'yxatga olinganiga ishonch hosil qiling. Rasmiy javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 8-qadam, pensiya tayinlangandan keyin hisob-kitobni tekshiring. Ko'pchilik pensiya chiqdi degandan keyin xursand bo'lib, miqdor qanday hisoblanganini so'ramaydi. Agar sizda shubha bo'lsa, qaysi staj davrlari inobatga olingani, qaysi daromadlar hisobga olingani, nega aynan shunday miqdor chiqqani bo'yicha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. Xatolik bo'lishi mumkin. Hujjat yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Ma'lumot noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. 9-qadam. Ota-onangizga yordam bering. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki bobo-buvingiz pensiya masalasida hujjatlarni tushunmasligi, elektron xizmatlardan foydalana olmasligi mumkin. Ularni yolg'iz qoldirmang. Mehnat daftarchasini birga ko'ring. Arxivga so'rov yuborishda yordam bering. Davlat xizmatlari markaziga birga boring. Ba'zan farzandning bir kunlik yordami ota-onaning bir necha oylik sarsonligini kamaytiradi. 10-qadam. Hujjatlarni tartibli saqlang. Pasport nusxalari, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, sud qarorlari, tibbiy xulosalar bo'lsa, barchasini alohida papkaga joylang. Telefoningizda skaner qilingan nusxalarni ham saqlang. Hujjat yo'qolsa, tiklash mumkin, lekin bu vaqt asab va ba'zan pul talab qiladi. Endi asosiy savolga yana qaytamiz. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Mening javobim shunday. Agar sizning pensiya masalangiz yaqinlashayotgan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Agar stajingizda eski davrlar, yopilgan korxonalar, familiya o'zgarishi, norasmiy ish, chet eldagi mehnat, ko'p ish joyi yoki hujjatdagi xatolar bo'lsa, albatta oldindan murojaat qiling. Agar hamma ma'lumotingiz elektron bazada to'liq va to'g'ri bo'lsa ham, kamida tekshiruv uchun murojaat qilish zarar qilmaydi. Chunki pensiya bu bir oylik masala emas, insonning keyingi ko'p yillik daromadiga ta'sir qiladigan muhim huquqiy va moliyaviy masala. Bugun men sizga eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya masalasini oxirgi kungacha qoldirmang. Raqamlashtirish jarayonini yengillashtirdi, lekin barcha muammoni avtomatik hal qilib bermaydi. Sizning stajingiz, rasmiy daromadingiz, hujjatlaringiz va elektron bazadagi ma'lumotlaringiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Shunda pensiya tayinlashda ortiqcha sarsonlik kamayadi va siz o'z haqqingizni to'liqroq himoya qila olasiz. Agar sizda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qanday muammo bo'ldi, qanday hujjat so'rashdi, qanday yechim topdingiz. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga yoki o'zingizga albatta kerak bo'lishi mumkin.